Ko'chalarda yeb yurgan klub sendvichlarni uy sharoitida undan ham mazali, ishonchli va barakali usulda tayyorlashni bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ketchup va mayonezdan sous tayyorlab olamiz. Toster nonlarni bo'lsa qizartirib olamiz. Bu jarayonni sizlar tovada qilsangiz ham bo'ladi. Tovuq filesini olib, avval tuz, so'ngra paprika va yog' bilan ikki yoq tarafini marinovka qilib olamiz. Yaxshilab maza kirgunigacha yarim soatga qoldiramiz. Qo'lida ozgina chala qolgan ishlarim bor edi. Doimgidek vileda bilan bularni tezda bajarib oldim. Viledani qay darajada baquvvatligini gapirmasam ham bo'ladi. O'zimiz ancha yildan beri ishlatamiz, qilt etmasdan xizmat qiladi. Sizlar ham olsanglar, faqatgina nasotkasini almashtirib yillar davomida ishlatasizlar. Endi bo'lsa yog'da tovuq filesini ikki yoq tarafini qizartirib pishirib olamiz. Tovuq filesi juda ham tez tayyor bo'ladi, hushyor bo'linglar. Me'yoridan oshiq qovurganda qurib ketishi mumkin. Sendvichlarni birin-ketin videoda ko'rsatilgan tartibda yig'ib olamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun har bir qavatini bittalab ko'rsatdim. Barakali chiqadigan klub sendvichlarni oila a'zolaringizga tayyorlab bersanglar bo'ladi. Ko'chanikidan ancha mazali.